Hammaga bo'lachilar. Bugungi videomiz qanday qilib biror uchish haqida bo'ladi. Albatta mening mushugim va o'zim va rolik. Birinchi bo'lib rolik kiyish uchun undan kiyishni o'rganishingiz kerak. Keyin esa turib asta-asta yurish kerak. Qarochi o'zim haydashni bilaman va yurishni ham bilaman. O'zi ketib qolish mumkin. Birdan to'xtata olmaysiz. Bovda oyoqlari bovda bir-birini boshlashtirib shunday to'xtasida bo'ladi. Aqqa ketib qolsa yomonda qiladi. Ko'proq buncha qilmaydi, mana yana bo'lishi mumkin. Mana tez qilsanglar, juda qattiq qilsanglar, hali birinchi bo'lib o'rganishimiz mashqimiz, o'rganish mashqi, o'tirib turish. Birinchi bo'lib o'tirib turganimda meni qilib tushganman. O'shanda mening akam menga shu rolikda uchishni o'rgatgandi. O'shanga borku 11 qilganman. Aylan yiqilib o'tganman. Agar bunday qilib yiqilganmanda ko'proq endi sizlarga ko'rsataman qanday uchishimni. Ketdik. Mana birinchi bo'lib tez haydamaysizlar. Tez haydasanglar biroz joyga it chiqasini yo biroz joyga itasizlar. Chiqasizlar qarochi uchun. Birinchi bo'lib o'rgatsanglar o'tirib turish va bovda qilib yurishni o'rgatinglar. Keyin bunday sakrash o'rgatinglar. Keyin esa sakrash o'rgatinglar. Keyin bovda qilishni o'rgatinglar. Keyin o'sha darsok keyin yurishni o'rganadi. Endi bovda debida tepay bovda sakrashku o'sha bovda ko'tarib yurishda shunday gap. Endi baqaq ko'char. Kichikda o'tish uchun oson yo'li buni. Oson qayrishda qaranglar. Qayrishda bunday qilib to'xtatib, bir-biriga aytib va bunday qilib qaytib asta yurishdi. Keyin qayrishda it birozaga o'zi otvorasida birozaga qarochi shu uchun asta qayrilib, asta yurishga qo'yamiz. Bekingiz bilan shu tekizda qarochi. Birozaga qo'tmiyda biroz keyin keyingi mashqimiz burilish bo'ladi. Mana qilib burilish. Biroz qarochi bovda agar qiynalsanglar ko'proq nimadir bo'lsa o'shanda bunday qilib ishdan bunday yursanglar bo'ladi. Lekin mana darsda o'tamiz. Yonimda temir bor va ashida o'tamiz. Sagacha o'tamiz. Ketdik. Keyingisi mashqimiz g'ijirlardan yurish. Bo'lig'i tashlab yuramiz. Eng qizig'i menda bitta g'ijir joy bor. O'sha yoqqa borib bunday qilib yuramiz. Ketdik. O'sha yoqqa borib tushsa bo'ldi. Ketdik. Yo'ldan qoch. Bizga gapiryapman, qoch deyman. Mana, eng qizig'i shu g'ijirda. Hozir do'pshi ishtiradi. İştiryaptım tomosha. Eng qiziq tepada tushish yo'li. Qaranglar. Tekrar o'tdik, o'sha sakraganimizda ko'tarib bunday qilib, oyog'im qo'yib boshida tushamiz. Ko'proq bunaqa chiqishni esa bunaqa qilinglar. Juda qiyin. Aytmoqchi bo'lganim yiqilib tushishinglar mumkin. Ko'proq sizlarga bunday qilib tushish tavsiya beraman. Mana qayoq qo'ymanglar. Bir bola qilib qilib ketmasanglar kerak. Shuning uchun tez qilib bunday qilib ketinglar. Qarochi bu ketdim. Tushdik. Vaqtim joyda yuradi. Birinchi o'g'il joylarda asta yurish kerak. Ikkinchi bovda qilib yuramiz. Uchinchi bo'lib o'sha yurganda yuramiz. Voy. Chuqur joylardan yurmaymiz va tepada tushish yo'li. Tepada tushish. Qarang. Bunaqa joy bo'ladi-ku, shu yerda uchish tavsiya bermayman. Shu yerda men borku, o'tib borga yiqilib tushganman. Shu uchun bitta uchish tavsiya bermayman. Chuqur joylarda shunaqa. Chuqur masafaga bunaqa chuqur. Shu uchun bunaqa tekis yo'lda yurishga tavsiya beraman. Keyin mana joyda tushishni osongina. Men ming marta uchib ashitda ming marta yiqilgan. Bir tosh taginglarda tosh bo'lsa, o'lib ketdinglar, qarochi. Bir chiqaringlar, qo'rqmaslik kerak. Buni qilish uchun birinchi o'tirib uchish kerak, keyin turib uchishga harakat qilmanglar. O'tirib uchib, keyin boragida tushib uchib,
keyin esa o'shada tushib uchasizlar. Tak. O'shada birinchi bo'lib tushgan bizda asta-asta. Orada tushganingizda yaqin tushasizlar. Tu'tingizlar taksiya. Birorta yo stop olib kelib, masalan, birorta katta solma, birorta kichkinaroq stop olib kelib, ishlab tutishni harakat qila olaman. Menda birorta narsa bor, mana uni ishlab tushtaman bo'ladi. Ro'riga ishlab tushtaman bo'ladi. Tak, boshladik. 1, 2, 3, astagina. Bitta tush otim. Sizlarga borki, tepaga chiqishni o'rgatdi. Agar bunaqa sizga joylar bo'lsa, qo'rqmanglar. Mening nazorat ostimda, qo'rqmanglar. Qaranglar, asli qiyshiq joylar bor. Unaqa joylar ko'rasizlar, unaqa joylar. Ularda o'tish osongina. Agar past bo'lsa, judalarda baland bo'lsa, ilk chiqasizlarda keyinroq buziladi-da. Mana, maslahat bor. Tezgina bitta chiqib ketsak bo'ladi. Bu osongina narsa. Buni ko'tarib borda qilib yurachamizda, uni bosmasa ketishimiz ham mumkin. Sizlarga qaytish. Qaranglar, birinchi bo'lib yurganimda yuramizga borda. Yurganimizda birdan chiqmaydi-da bizda. Qilib yuringlar-da. Короче, sizlarga eng zo'r narsa shunda boshladi. Endi sizlarga joyni ko'rsataman. Zo'r joyni ko'rsataman. To'xtatdik. Qaranglar, bitta o'tish mumkin emas. Bitta uchganingizda bunda qitirib qoladi. Ko'ryapsizlar, qilyapti. Mana o'tish qiyin bo'ladi, shuning uchun bunaqa joyini bosib beradi. Deb harakat beraman. Keyin esa boshladik, boshladik va tez yurishni o'rganganmiz. Menga obuna bo'lishni boshlanglar. 1, 2, 3 ketdik. Siz haydashni o'rgandinglar degan savol bor. Qaytishda astaroq qaytinglar. Sizlar qaytishda o'tib degan bo'ladi. Yoshligida men o'tishni bilib qaytishni bilmasdim-da. Qaytishda borga aqqa qismida bitta aqqa qismida bunaqa joy bo'ladi. Uni aqqa qo'ymanda bosasizlarda to'xtatsizlar. Lekin men uni umuman bilmayman. Bu dunyoda meni biladigan narsa yo'q. Короче, tez haydash boshlandi. Короче, birojiga borda ketmanglar. Chiqasizlar, birojiga oyoqlari bunday qilib, chiqasizlar. Arasi ochib kelsa, qochmanglar, borda qilib yuringlar. Короче, xayr, videomiz tugadi. Xayr.